Chinorkentdagi Chana trassasiga hamma boribdi, bitta men quruq qolib ketdim. Yo'q, quruq qolishim kerak emas hech kimdan. O'rtog'imni amallab ko'ndirib, bugun o'sha yerga ketdim. Sochim har doimgidek yoqmayapti, bandamka qilib ko'rdim, shunaqa bantikchalik qilib ko'rdim. Endi 25 ga kirding deb, banu ho'kizdek qiz bo'ldi. Necha qo'y endi bu bantiklarni tizimda yopib tashladim. Mayli, sochimni o'zi shundoq qovursin. Sizga udobniy sumочкамni tutdim. Ochki, taqir-tuqur hamma narsamni taqib oldim. U yoqda rasmga tushaman, videoga tushaman deb Canon kameram bilan DJI olib oldim. Lekin qarabsizlarki, hech qaysini ishlatmadim, hammasini telefonda olib keldim. O'zi nima shuncha pul ishlatib bilan olganman, o'zim ham bilmayman. Shunaqa bo'ldi, o'zimga udobniy, men kech qolganman, ketdim. Bittasi dodlayapti, uyda svet o'chib qolibdi. Tezroq olib ket deb o'lib qoldi. Xullas, o'rtog'imni ham olib oldim, yo'l yursiga mo'l yurib ketdi shu bilan. Toni yo'li anchadan beri yopiq, bilasizlar, o'shanga dahshatli probkalardan o'tib, amallab yetib keldik. Probkada yarim yo'lda qaytib ketaymikin deb o'yladim. Вообще нереальный probka edi. Xullas, maqsadlar sari olg'a deb kanatkaga chiqdik. Men buni burni yaqinda o'zi operatsiya bo'lgan. Shunda ham olib keldim. Shvetsariyaning tog'larini ko'rib kelib, men bu tog'larga maza qilmayapman. Voy bonamur, sen bir Shvetsariyaga chiqmagin ekan deydigan odam yo'q. Nihoyat mana o'sha Chana trassasi. Chinorkentni boshimizga ko'tardik. Sizlar ovozi bilan eshitinglar. Biz ham maza qilib o'rganimizdan 2 martalab uchdik. Boshida rosa qo'rqqandik, lekin voобще qo'rqinchli emas ekan. Shu bilan shohimiz chiqib, ikkalamiz ham uyga qaytib keldik. Charchaganimdan sumkam qaranglar, qatib turibdi. Xullas, menga yoqdi, zo'r ekan, boringlar.